Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Həmənlarına kimi şahanglar xərlik bolsun. Amazon tor mülazimətli dərsimizdəki yangi qismiga xush gəlibsizlər. Biz aldınqı dərsimizdə RDS-ni sözləb ötgəndik. RDS-ning nima ekanligi, RDS-ni qanday qilib sonliq ma'lumot ambiri qurilganligimizni sözləb ötgəndik və bir tal MySQL database-dən birini qurub chiqqan. Bugungi dərsimizdə RDS-də PostgreSQL orqali yangidan bir database-dən birini qurub chiqib şununla sağlık məlumatlarımızın yani datalarımızın kirgizib qandaq qılğanda şu datalarımızga erişilganlığımızı sözləb ötümüz. Undaqda dərsimizni başlap ketaylik. AWS'dan baş betini açdım. Baş betini qaraydigan bolsaq, mana bu yerdə services'dən RDS kirimiz. RDS'ni basqandan keyin mana bir bet açıldı. Bu bet açılgandan keyin create database'ni basımız. Create database'ni basqandan keyin qaraydigan bolsaq, bu yerdə easy create, standard create deb ikki xil bor ekan. Standard create'ni basımız. Basqandan keyin Postgres SQL'ni besib, bu yerdən nəşrini tanlaymiz. Bunun da qaysını tanlasaq oldu ehtiyac qartda free tier'ni tanlab qılğandan keyin bu bunun içində username'ni kirgizimiz. Username'ga admin deb kirgizay. Master password'ni kirgizimə. Username'ni qaytadan kirgizayli. ID lab db ID lab deb tanladım. Bəxbə numarını bastım. Basqandan keyin create database ne basımən. Qaraydigan bolsaq database qurulub atıdı. Bununla azraq vaqt ketidi. Şunlaşqa az vaqt saqlab turaylı. Dostlar, qaraydigan bolsaq bizniki PostgreSQL database'imiz tayyor oldu. Qaraydigan bolsaq statusi available. Bu database'ni iç baqaylı. İçib qarasaq endpoint'i, port'i həmmisi bor ekan. Undaqda biz şu database'ga ulanıb baqaylı. Unuş üçün biz şu database'ga bağlanğan hər xil qurallarga ehtiyacımız düşüdü. Bunun içində biz pgadmin'ni işlətimiz. Başqa hər xil detallar var. Məsələn, MySQL-ninki yoki bo'lmasa Oracle'ninki özünün şu database bağlanğan detallar var. Biz pgadmin'ni düşürürüz. Pgadmin'ni şu torbetə düşürüb, torbətdən açsanız boldu. Yəni dağlan kirib, dağlandan qaysı nimge düşərməkçi olsanız, Windows-mu yoki Linux-mu bir şeydən tanlab düşərsiniz boldu. Ben bunu aldan düşürüb qoyğanlığım üçün təyyarəsini işlətdimə. Biz bağlanış üçün pgadmin'ni açdıq. Açsaq bu localhostda açıldı. Açılğandan keyin bu yerdən add new server degəni basımız. Basqandan keyin bu yerə server'daki ismini yazımız. Hər qanday bir ismini yazsaq boldu. Məsələn, AWS RDS deb yazdım. Yazğandan keyin connection degənə ötdümüz. Connection'da host deb var. Hostname yoki host address deb. Bu hostname bilan yoki host addressni qayerda alımız degəndə şu endpoint'ki mavi adresini köçürüb alımız, kopya qılımız. Bu adres nədə degan vaqtida bizniki şu dashboarddan instance kirib, instance'dan şu açqan RDS database'ni açımız. Açqandan keyin connectivity and security deganın içində endpoint deb var. Bu endpoint'ni kopya qılıb aldım. Alğandan keyin bu yerə hostname'ni kirgizmə. Port name'i oxşaş. PostgreSQL bu yerdə öz beti qalıdı. Username'ga Uyğur ID lab deyimə. Bu username'ni qanday tapım degan vaqtida configuration kirib, configuration'dan
master username degan şu. Bunu ekilib miyaga kopya qilib qilsanglar bo'ldi. Passwordga biz şu instance'ni qurgan vaqtida bergan passwordni yazamiz. Yazib qo'ygandan keyin save'ni bosamiz. Bassak bizningki mana AWS RDS'imiz ulandı. Qaraydigan bo'lsak, database deb bo'lgan Postgres bizningki şu database'imiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda schema language deb har xil turlar bor. Hamda biz shuningga bir database'dan birini qurib, shuningda mashg'ulot olib boraylik. Mana query editorni ochdim. Buni uchun qanday ochaman deganda, mauning Postgres'niki ekilib query tool'ni bossam, ochildi. Ochilgandan keyin men tayyor yozilgan query'imiz bor, create table. Men mani ekilib ko'chirib miyaga bunda yazsam bo'ldi yoki hammasini ko'chirib ekilib yazib bir boshdan buni ijro qilsam bo'ldi. Ijro qilish uchun mau qo'yish belgisinikini bosamiz. Bassak mana bizningki ijro bo'ldi. Bosgan narsamiz andan manimi ijro qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, bu qayerda ochildi degan vaqtida schemaning ichidan tablesga qaraydigan bo'lsak, mana bizningki table'larimiz qurildi. Qaraydigan bo'lsak, bizda regions, countries, locations, departments deydigan table'larimiz bor. Şu table'larning hammasi bu yerga qurildi. Hamda table'lar qurilgandan keyin bu table'ning ichida hech qanday name'lar yo'q, data yo'q. Biz hamda bu datani buning ichiga quramiz. Buni qurish uchun insertni copy qilib, insertni run qilaman. Run qilish uchun bosdim. Ijro qilishni bossam, mana ijro bo'ldi. Hamda qaraydigan bo'lsak, columns, countries. Hamda buni qanday qilib biz olamiz degan vaqtida select all from countries deb ijro qilay. Xato yozyaptimi? Countries. Qaraydigan bo'lsam, mana bizga countries degan table'ning ichidagi butun columnlar va uningki ichidagi datalarni, ya'ni uchurlarni chiqarib berdi. Qaraydigan bo'lsak, tablesning ichida countries deb table bor. Tablesning ichidagi select degan tanlash, yulduz belgisi all, hamma deganni bildirdi. From qayerdan? Countries. Countriesning ichidagi butun narsani bizga chiqarib bergan deb shuni ifodaladi. Hamda masalan select biz country name deganni olaylik. Buni yozish uchun country name from countries deb buyruqni ijro qilaylik. Ijro qiladigan bo'lsa, qarasak, mana bizga countries degan table'ning ichidagi country name degan columnni bizga chiqarib berdi. Qaraydigan bo'lsak, butun shu davlatlarningki ismi bor ekan. Hamda biz countries qarmay employees deganga qarab boqaylik. Employees'da columns kiramiz. Qaraydigan bo'lsak, employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID,
salary, manager ID, department ID dep barken biz avval muşu bütün uçurlarını employees degan table'dan chaqirayli. Select it, yulduz from employees. Qilib buni ijro qildim. Ijro qiladigan bo'lsam mana qaraydigan bo'lsak, employee ID'si, first name, last name, email, phone number, hire date hem uçurlar keldi. Endi biz mushuningdagi first name bilan last name'ni ipaqli. Select it. First name, first name, last name from employees deb bastık. Endi buni ijro qilib baqili. Qaraydigan bo'lsak mana Stephen King, Nina Kochar deydigandek bütün uçurlar, David Austin hamma uçurlar keldi. Endi buningda avval mani bir rang qilayli. Query qilsak mana qildi. Endi biz employee ID'si 108 bo'lgan odamlarni chiqirib baqili. Qilsak bizga Diana Nancy Greenberg degan chiqdi. Chiqish kerakdi. Biz yezib baqili query'imizni select it. Bizga first name bilan last name chiqish kerak. Select it for first name, last name, qayerdan from employees, yes, where employee ID equal 108 isbaqli. Mana qaraydigan bo'lsak Nancy Greenberg. Bu bizningki query'imiz ijro bo'ldi. Ya'ni dedikki select it first name, last name from employees. Ya'ni mavu query'ni o'zi employees degan table'dan first name bilan last name, ya'ni ism bilan familiyasini olgan. Endi mavu query'ning nimiz qanday desa, mushu employees degan table'dan ID'si 108 bo'lgan employee'ninki first name bilan last name, ya'ni birinchi ismi bilan oxirgi ismini bizga chiqarib bergin deb shu buyruqni ijro qildik. Bu query'ning birisi. Endi jobs qarab baqayli. Jobsda qaysi nimalar bor? Qaraydigan bo'lsak, job ID, title, minimum salary, maximum salary deb barkan. Select it all from jobs step. Jobdagi query'ni ijro qilib baqili. Qaraydigan bo'lsak mana job ID'si, job title'i, minimum salary, maximum salary. Qaraydigan bo'lsak mana bütün uçurlar chiqdi. Endi biz shuningdan nima ish qilib baqili? Programmer deganligini chiqarib baqili. Select it. Programmer'ninki minimum salaries bilan maximum salariesini, ya'ni eng tuvan maash bilan eng yuqori maoshini chiqarib baqili. Buningda min salary, max salary from jobs shundami? Jobs. Endi where job title nim bo'lish kerak? Programmer shundami? Programmer. Yoziq. Yezib buni ijro qilib baqili. Qaraydigan bo'lsak mana programmerlarninki minimum maaşı bilan maksimum maaşı chiqdi. Ya'ni 4,000 dan 10,000gacha. 4,000 minimum salary'si maaşı 10,000 bo'lsa,
Maksimum salary'si. Bu bizniki SQL buyrug'imiz. Qarayamsa locations deb bakkan. Locationsda locations'ni chiqarib bakili. Select all from locations. Yazdım. Bunu icra qildi. İcra qilsak, mana location ID'si, street address, postal code, city, state, province, country ID deb bakkan. Biz endi buningda nimni chiqarayli degan vaqtida Texas'nikini chiqarib bakili. Select Texas'nikining street ko'cha ismini street address ne city bilan postal code from qayerdan locations where endi mavu keywordlar endi cho'ng yozilsimi, kichik yozilsimi hech qanday chat yo'q, ammo cho'ng yozib yozishga o'rganinglar. Masalan, bu yerda men forumni kichik yozibdim, forum cho'ng yozib qo'ysam bo'ldi. Buni amal bor, shu cho'ng yozishga odatlaninglar. Where state province equal Texas deb yozdim. Yozib buni ijro qilib bakalım. Qaraydigan bo'lsak, mana Texas'dagi adresini chiqarib berdi. Street address, city, postal code. Bu locations'dagi regions kirib bakalım. Regions'da region name bakkan. Select all from regions deb bassak mana regions chiqdi. Endi bu regions'dan faqatlam region name'ni chiqarib bakalım. Select region name from regions deb bassak. From ne cho'ng yozay. İcra qilsam mana Europe, America, Asia, Middle East and Africa deb chiqdi. Bu hamda bizniki shu query'imiz. Bu query orqali biz shu table'dagi feature'larni tatib chiqaramiz. Biz bu query yozishni tafsili boshqa darslarimizda o'rganib o'tamiz. Hozir odatdagicha shu yozib chiqdim. Buni yozishimdagi maqsad hamda bizningki RDS qurgan PostgreSQL'ga ulanish va shuningda mashg'ulot elib berishni ko'z tutish uchun qilingan. Biz hamda bu qolgan boshqa ayrim SQL darsimizda bu SQL query'larni, ya'ni buyruqlarni bir-birlab tafsili o'rganib chiqamiz. Bugungi darsimiz mishakaygacha bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.